Payg'ambar alayhissalomning nasabi va oila kelib chiqishi. Payg'ambar alayhissalomning nasabi 3 qismga bo'lindi. Bir qismning aniq holda ishonchlik nasab nomi ekanligiga tarixshunos va nasabshunoslar to'liq qoyil. U bo'lsa-mu Payg'ambar alayhissalomdan Adnongacha bo'lgan orliqdagi nasab shajarasidir. Ikkinchi qism nasab shajarasi haqida ba'zilar sukut qilsa, yana ba'zilar og'iz ochadi. Har holda ixtilof borligi aniq. Bu qism Adnondan İbrahim alayhissalomgacha bo'lgan orliqdagi nasab shajarasidir. Üçüncü qism nasab shajarasi haqida bizmi uning rad tartibida to'g'ri bo'lmagan taraflarning borligini inkor qilmaymiz. U bo'lsa-mu İbrahim alayhissalomdan Odam otagacha bo'lgan orliqdagi nasab shajarasidir. Yuqorida bu nuqtaga ham ishorat bergan edik. Payg'ambar alayhissalomning oila kelib chiqishi. Payg'ambar alayhissalomning oila jamoati cho'ng bovisi Hoshim ibn Abdumanafga mansub qilinib, Hoshim jamoati deb ataladi. Undaqda biz Hoshim va uningdan keyingilarning ahvoli to'g'risida ozroq to'xtalaylik. Birinchi, Hoshim. Biz yuqorida Bani Abdumanaf jamoati bilan Bani Abduddar jamoati Makkaning diniy va siyosiy huquq mansablarini o'zaro o'lchib olishgan chaqda Bani Abdumanaf jamoatidan Hoshim ibn Abdumanafning hojilarni sug'urish va ularni yemak-ichmak va boshqa ta'minotlar bilan ta'minlash vazifasini ustiga olganligini so'zlab o'tgan edi. U Quraysh qabilasining ichida eng obro'yli va boy shaxs bo'lib, tunji qatim Makkada hojilarga sho'rpa non bilan ziyofat bergan. Uning asl ismi Amri edi. U hojilarga ko'plab ziyofat berganligi uchun mehmonlarga non ushatquchi degan ma'noda Hoshim deb atalgan. Yana u Qurayshlarning yozliq, qishliq ikki safarining yo'lini tunji bo'lib ochgan kishidir. Hoshimning tarjimonida mundaq deyiladi. Abdumanafning o'g'li Hoshim tijorat bilan Shamga chiqib, qaytishda Madinaga tushgan va bu yerda Adi ibn Najjar jamoatidan Amri ismli bir kishining Salma degan qiziga o'ylanib, bir mezgil turgandan keyin uni ota-onasining yanida qoldirib, tijorat bilan yana Shamga qaytgan. Afsuski, Hoshim bu qatimqi safarda Falastinning G'azza, ya'ni hozirgi Gaza degan yerda baxtga qarshi o'lib ketgan. Milodiya 497-yili Salma sog'-salomat yengib, o'g'lini Oqchosh degan ma'noda Shayba deb atagan. Chunki u tug'ilgan vaqtida beshida ma'lum miqdorda oqchosh bor edi. Shayba buvisi Amrining tarbiyasida Yasribda cho'ng bo'lgan, ya'ni Madinaning qadimki ismi. Hoshimning Makkada Asad, Abu Sayfi, Nazla qatorliq o'g'illari va Shifo, Xolida, Zaifa, Ruqiya va Xanna qatorliq qizlari bor bo'lsa-mu, lekin ular otasining Yasribda yana bir o'g'ilning borligini bilmaydi. Ikkinchi, Abdul Muttalib, ya'ni Shayba. Biz yuqorida hojilarni sug'urish va ularni uzuq bilan ta'minlash huquqi Hoshim o'lib ketgandan keyin uning qarindoshi Mutallib ibn Abdumanaf qolgan edi va bu Mutallibning qarindoshi Hoshimga o'xshashla qavmi jamoat ichida yuqori martabaga ega nufuzli shaxsga aylangan edi. Qurayshlar uning keng qo'lligi uchun Kalkun deb atab olishgan edi degan edi. Shayba cho'ng bo'lib balog'atga yetish oldida turganda Mutallib o'z qarindoshi Hoshimning Yasribda Shayba ismli yana bir o'g'lining borligini anglab, didor ko'rishmak uchun Madinaga keldi. Mutallib qarindoshining bu asranda o'g'lini ko'rib, o'zini tuta olmay yig'lab boshladi va uni quchoqlab bag'riga ilib, uloqqa mindirmoqchi bo'lib edi. U onam ruxsat qilmasa bormayman deb turib oldi. Mutallib uning onasidan uni o'zi bilan birga Makkaga yo'lga silib qo'yishni o'tingan edi. Uning onasi bu umoq jigar borisidan ayrila olmaydiganligini bildirdi. Bu chaqda Mutallib uningga bu otasining Makkadagi huquqini qo'lga olg'ili bordi. Allohning haramiga bordi deb uni birga elib ketishining sababini bayon qilgandan keyin Salma uningga ruxsat qildi. Shuning bilan Mutallib qarindoshining kenji o'g'lini to'gisining keyniga mindirib Makkaga elib keldi. Mutallibning keynida notunish bir o'g'ilning borligini ko'rgan Makka aholisi Mutallib setilib elib kelgan qul chaqirchig'i deb o'ylab, Mutallibning chaqiri degan ma'noda Abdul Muttalib deb chaqirishdi. Muttalib, "Ey Yuhannas, bu degan qarindoshim Hoshimning o'g'li. Buvam Abdumanafning pushti. Uning ismi Shayba" deb tunishtirgan bo'lsa-mu, bu nom osonlikcha o'zgarmadi. Shuningdan e'tiboran Shayba tog'isi Muttalibning tarbiyasida cho'ng bo'ldi. Bir mahallidan keyin Mutallib Yamanning Radman degan yerida tuyuqsiz vafot bo'lib ketdi-da, Qurayshlar orasida Abdul Muttalib degan nom bilan tanilgan Shayba tog'isi Mutallibning barliq imtiyozlariga varislik qildi va qavmi jamoat ichida
ajdodlari joriy qildirgan yaxshi ishlarni oshirib o'rinlab, ajdodlari yetalmagan inovat va obro'ylarga erishib, Makka tavasida uning nufuzi alohida tiklandi va Makka jamiyatida muhim bir shaxsga aylanib qoldi. Mutallib o'lib ketgandan keyin uning yana bir qarindishi Navfal sakrab chiqib, Abdul Muttalibga tegishli bo'lgan barliq imtiyozlarni o'z changaliga kirgizib olmoqchi bo'ldi. Bu chaqda Abdul Muttalib qarindosh qabilalar ichidagi nufuzli kishilardan yordam so'ragan edi. Ular: "Biz tog'ang bilan sening orangdagi ishlarga aralasha olmaymiz", deb javob berdi. Shuning bilan u Bani Najjar jamoatidagi tog'illarga xat yozib, she'r orqali ularning hissiyotini qo'zg'ab yordam so'radi. Buning bilan uning ona taraf tog'isi Abu Sa'd ibn Adi Madinadan 80 otliqni boshlab kelib, Makkaning Abitah degan yeriga tushdi. Abdul Muttalib tog'isining oldiga chiqib, "Avval uyga, tog'a", degan bo'lsa-mu, u "Yo'q, Alloh bilan qasamki, men Navfal bilan uchrashmoqcha otdan tushmayman", dedi. Ondan Udul Kabining oldiga kelib, Navfalning qishida to'xtadi. Bu chaqda Navfal Baytullohning Hijri degan yerda Quraysh peshvolari bilan bexaramon o'ltiribdi. Abu Sa'd otdan tushmay turib, qilichini pulanlatib, Baytullohning Parvardigori bilan qasamki, mubodo sen hamshiramning o'g'liga uning barliq qonuniy huquq imtiyozlarini qaytarib bermaydigan bo'lsang, ashu teningni qo'limdagi qilichimga g'ilab qilibman, dedi. Bu chaqda Navfal darhol qaytarib berdiganligini jakarladi. Abu Sa'd naq maydonda Quraysh matvarlarini guvoh qilib qo'yib, ondan Abdul Muttalibning manziliga tushdi va u yerda 3 kun turib umr qilgandan keyin Madinaga qaytdi. Bu bir qator ishlardan keyin Navfal jamoati Bani Abdushams ibn Abdumanaf jamoati bilan birlikda Bani Hashim jamoatiga qarshi ittifoq tuzishdi. Xuza'a qabilasi Bani Najjar qabilasining Abdul Muttalibga yordam berganligini anglab, Abdul Muttalib sizlarning pushtingiz bo'lsa, uning buvisi Abdumanaf bizning pushtimiz. Uningga yordam berishga biz texmi haqliq deyishdi. Ularning mundoq deyishi Abdumanafning onasi Xuza'a qabilasidan edi. Xuza'a qabilasi Darun Nadovatga kelib, Bani Hashim jamoati bilan Bani Abdushams va Bani Navfal jamoatlariga qarshi ittifoq tuzdi. Mana bu ittifoq keyin tilga ilinganidek Makka ishg'oliyatining sababi bo'lib qolgan edi. Abdul Muttalibga Baytullohga munosabatlik mundoq ikki cho'ng ish o'rin kelib qoldi. Biri Zamzam quduqining qazilishi, yana biri Fil voqeasining yuz berishi. Birinchi, Zamzam quduqining qazilishi. Buning jarayoni mundoq bo'ldi. Abdul Muttalib bir kuni tushida Zamzam quduqining o'rni ko'rsatilib va uni qazishga amr qilinib tush ko'rdi. Shuning bilan Abdul Muttalib darhol otlanib quduqni qazishga kirishdi. Quduqni qazgandan keyin quduqning o'rnidan Jurhumlar Makkadan chiqib ketishga majburlanganda quduqqa tashlab ko'miyotgan qilich, savut va 2 dona oltin kiyikni tepib oldi. Abdul Muttalib yelqin narsalarni qo'lab elib, kiyikni eritib Ka'baga darvoza so'qtirdi. Qilichni yelqi darvozaga giralashma shaklda qiyo qilib qeqib qo'ydi va Zamzam quduqi bilan hojilarning suv masalasini hal qildi. Zamzam quduqi rasmiy suv bilan ta'minlashga boshlaganda Qurayshlar uningga quduqni tang boshqarayli deyishdi. Abdul Muttalib bu menga xos ish, men unda qila olmayman deb turib oldi. Qurayshlarmi o'z fikrida cho'ng turib, oxir uni Bani Sa'd qabilasidagi bir kohinning qishig'iga davolashib elib chiqdi. Ular tex qaytmay turib, Alloh ularga yo'l ustida bir mo'jiz ko'rsatib, Abdul Muttalibning Zamzam quduqini yolg'iz boshqarishga haqli ekanligini isbotladi. Mushu chaqda Abdul Muttalib Alloh menga 10 o'g'il farzand ato qilib, ular menga orqa terak bo'lgudek bo'lsa, ularning birini Ka'baning oldiga qurbonlik qilaman deb nazar qildi. Ikkinchi, Fil voqeasi. Uning jarayoni shuki, Habashiston podshohi Najoshining Yamanda turishliq valisi Abrahatu Sabba arablarning Makkaga hajga berayotganligini ko'rib, San'oga cho'ng bir chirkov soldirdi va arab hojilarini mush chirkovni tavob qilishga yuzlantirmoqchi bo'ldi. Buni arablarning Kanona qabilasidan bir kishi anglab, kechalab berib chirkov kirib, cho'ng tarat qilib, peshobni chirkovning mehroblariga suvab qo'yib qochib ketdi. Abraha buni anglab qattiq darg'azab bo'ldi va zo'r qo'shin, ya'ni 60 ming kishilik qo'shin bilan Ka'bani yiqitib tashlashga otlandi. Abraha qo'shindagi 9 yoki 13 jang pilidan eng cho'ngidan biriga o'zi mindi va tez surat bilan yo'l yurib, oxiri Makkaning sirtidagi Mug'ammas degan joyga kelib tushdi. Bu yerda qo'shinni qaytaratga silib, Fil qo'shinini harbiy holatga o'tkazib, oldingi safga tizdi va Makkaga bostirib kirishga tayyorlandi. U vaqtlardagi Fil hozirgi zamon urushidagi tanka, Bronovik va bombardimonchi qismning rolini o'ynaydi.
Düşman qo'shini Muzdalifa bilan Mina teg'orliqidagi Vadi Muhassar degan joyga kelganda Abraha o'ltirgan cho'ng pil yetib oldi. Ular uni qo'pursa, Ka'ba tarafga bir qadamni olmaydi. Janub shimol va yoki sharq tarafga qarasa, o'rnidan dast turib yuguraydi. Yana Ka'ba tarafga qarasa, darhol yetib oladi. Abraha taraf pillar bilan aplashib turayotgan paytda Alloh ularning ustiga to'p-to'p qushlarni avatdi. Qushlar ularga sapal toshlarni tashlab, ularni chaynab o'tilgan samandek qilibdi. Bu qushlar xuddi qarlig'och va sunduqlarga o'xshaydi. Har bir qush tumshuqida bir tal, ikki putida bir taldan ikki tal purchaq cho'nliqida sapal toshlarni ko'tarib, ularning boshlariga tashlashga boshladi. Tosh tekkanlik kishining butun a'zolari laxshi ajrab tushib halok bo'ladi. Ularning hammasi biroqla tugashgan bo'lmasdan, balki ular qattiq patparaqchilikda qochib yurib, har qaysi yo'l eg'izlari va suv bo'ylarida to'p tishlashgan deyiladi. Ammo Abrahaga Alloh bir xil kasal selib, mush kasal bilan uning uyi barmoqlari ajrab tushishga boshladi. U San'aga yetib borganda hamma a'zolaridan ayrilib, Abdullah tuxumning ichidan chiqqan cho'jiga o'xshash bo'lib qolgan edi. Oxiri u ko'kirga yerilib, yuragi sanglab qolib o'ldi. Bu chaqda Quraysh xalqi dushman qo'shinining oyoq osti qilinishidan qo'rqib, tog' cho'qinlari va jilg'i jirolarga mo'kinib olishgan edi. Ular Abraha qo'shinining kutilmagan talafotga yo'liqqanligini uqqandan keyin ondan Makkaga qaytib kirishdi. Bu vaqa payg'ambar alayhisalom tug'ilishidan 50 yoki 55 kun ilgari Muharramda yuz bergan bo'lib, milodiya 571-yili 2-oyning oxirlari va 3-oyning boshlariga to'g'ri keladi. Bu vaqani Alloh taolaning o'z payg'ambari va muqaddas baytining kelgusi istiqboli uchun oldin ishlagan tayyorlik xizmati deyishga bo'ladi. Chunki biz Baytul Muqaddasning tarixiga nazar soladigan bo'lsak, uning aholisi o'z zamonasidagi iymon ahli turug'liq Allohning dushmanlari bo'lgan mushriklarning oyoq osti qilishiga uchradi. Masalan, milodiyadan burun 587-yili Buxti Nasrning va milodiy 70-yili Rumliqlarning qirg'in qilishiga uchradi. Lekin bu qitimqi Ka'ba sharifni olsak, nasoralar va xristianlar, ya'ni shu davrdagi iymon ahli va musulmonlari turug'liq Ka'baga o'zining ishg'oliyat qo'lini sunishga qodir bo'la olmadi. Holbuki Ka'ba aholisi bu chaqda texi butunlay mushrik edi. Mazkur voqeaning xabari shu davrdagi taraqqiy topgan ellarga tezdan taraldi. Alayli Habashiylar Rumliqlar bilan intayin qo'yiq munosabatda edi. İranlıqlar bolsa Rum va uning ittifoqdoshlarining ahvolini kuzatib, rasadxonadan chiqmaydi. Shunga bu vaqa yuz berib uzoq o'tmayla İranlıqlar Yamanni besib oldi. Chunki ayni chog'dagi darajadan tashqari bu ikki cho'ng davlat dunyoning xo'jayinlik o'rnini talashib Bu vaqa yana dunyoning diqqatini o'ziga tortdi va Baytullohning ulug'lashga arziydigan muqaddas bayt ekanligini jakarladi. Undaqda uning aholisidan bir kishi payg'ambarlik vazifasini ustiga olib, "Men payg'ambar" deb kelsa, bu shaksizki, shu vaqa taqozo qilgan ishning o'z ayni ekanligini va Alloh taolaning insoniyatning qo'lidan kelmayotgan usul bilan iymon ahli ustidan mushriklarga yordam berishidagi sirliq tepishmoqning yeshilganligi bo'ladi albatta. Alloh Abdul Muttalibga 10 o'g'il farzand ato qildi. Ular Haris, Zubayr, Abu Talib, Abdullah, Hamza, Abu Lahab, G'aydoq, Miqvam, Sifar va Abbos qatorliqlar. Yana bir so'zda 11 edi deyilib, Qasam ismlik birisi qo'shib qo'yiladi. Uchinchi bir so'zda 10 o'g'il edi deyilib, Abdul Ka'ba va Hajal deb ikkisi zikr qilindi. Aytishlar qaraganda Abdul Ka'ba Miqvam shu ekan. Hajal degani G'aydoq ekan. Ammo uning Qasam deb o'g'li yo'q ekan. Qizlari Ummu Hakim, Barra, Atika, Safiya, Arwa va Umaymalardir. Birinchi, Abdullah Rasulullohning otasi. Abdullahning onasi Fatima Amrining qizi, Amri Aizning o'g'li, Aiz Imronning o'g'li. Imronning otasi Mag'zum Yaxsanning o'g'li, Yaqza Murraning o'g'lidir. Abdul Muttalibning bolalari ichida hammadan chiroyli ham o'g'liq cho'ng bo'lg'achqa Abdul Muttalibga bak yaqin turadi. Uning Zabi, ya'ni qurbonlik degan nomi bor bo'lib, uning jarayoni mundoq bo'lgan. Abdul Muttalibning o'g'il farzandi 10ga yetib, uning keyinda qator turg'udak bo'lib edi, u bolalarga o'zining burunqi nazarisini uqtirdi. O'g'illar birdak al-hukmullohi deyishib, taqdirga bo'ysundiganligini bildirishdi. Shuning bilan Abdul Muttalib o'g'illarining ismligini ish so'rash o'qiga yozib, Hubal degan butning shayxiga berdi.
Shayx rohib o'qlarni bir o'rib elivdi, qurbonlikni ko'rsatadigan o'q Abdullohning nomiga chiqdi. Shuning bilan Abdul Muttalib qo'liga pichoqni ilib, Abdullohni qurbonlik qilish uchun Ka'ba tarafga qarab elib mangdi. Qurayshlar Abdul Muttalibni to'sdi. Bo'libmi Abdullah Bani Maqsum jamoatidan bo'lgan ona tog'illari va bir qusoq qarindishi Abu Talib qattiq tikilib turib oldi. Bu chaqda Abdul Muttalib undaqda men nazarimni qandoq qilaman degan edi. Ular Abdul Muttalibga Arrafning qishig'i berib maslahat so'rab beqishni aytdi. Abdul Muttalib Arrafning yeniga kelib ahvolni bayon qilib edi. Arraf uningga Abdullah bilan 10 tigi o'ttirsida chek tashlab ko'rishni, navoda qurbonlik Abdullohga chiqib qolsa, tugidan yana 10 ni qo'shib toki Tangri rozi bo'lgan qadar 10 ni qo'shib chek o'rishni, chek tugiga chiqqanda ondan tugini qurbonlik qilishni buyurdi. Abdul Muttalib qaytib kelib Abdullah bilan 10 tigi o'ttirsida chek tashlab ko'rdi. Chek Abdullohga chiqib qoldi. Ammo chek Abdullohga chiqib qoldi. Shuning bilan Abdul Muttalib har qitimda 10 ni qitib chek o'rishga boshladi. Ammo chek davomli Abdullohga chiqatdi. Oxiri 10-chi qitimda ondan chek tugiga chiqdi. Abdul Muttalib shu amon haliq tugilarni qurbonlik qilish uchun zabih qildi va uning go'shini mayli odamzot, mayli go'shxo'r hayvonot hech qaysisidan to'smadi. Qon deyiti Quraysh ichida balki barliq arab xalqlar orasida faqat 10 tugida bo'ladi. Mushu vaqadan keyin 100 tuga to'lam elish joriy bo'ldi. Buni islom dinimi shu bo'yicha yo'lga qo'ydi. Payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qilingan bir hadisda mundaq deyilgan: "Men ikki qurbonlikning o'g'lidirman." Ya'ni Ismoil alayhisalom bilan otasi Abdullohni demoqchi. Abdul Muttalib bir o'limdan qolgan bu tavarruk o'g'liga Vahab ibn Abdumanafning qizi Aminani jo'rlikka tanladi. Vahab Abdumanafning o'g'li edi. Abdumanafning otasi Zuhra Kilabning o'g'li edi. Amina shu vaqtda Quraysh qabilalari ichida nasab va ijtimoiy o'rin jihatda eng fozil va isl ayol bo'lib, otasi Vahab Bani Zuhra qabilasining nasab va mansab tojdori edi. Abdullah Aminaga o'ylinib uzoq o'tmay otasi Abdul Muttalib uni Madinaga ochliq elib kelishga avatdi va shu safarda o'lib ketdi. Aytishlar qaraganda Abdullah bu qitim Shamgacha borgan va Quraysh karvoni bilan qaytishda Madinaga tushgan. U shu chaqda qattiq kasal edi va shu kasal bilan o'lib ketgan va Nabghatul Jadi mahallasida dafn qilingan. U bu chaqda 25 yoshda bo'lib, Rasululloh mutaxi tug'ilmagan edi. Ko'pincha tarixchilar shunday qaraydi. Yana ba'zilarning so'zida Abdullah payg'ambar alayhisalom tug'ilib 2 oydan keyin o'lib ketgan deydi. Har holda Abdullahning vafot qilganligi to'g'risida shum xabar Makka ga yetib keldi. Abdullah qo'yib ketgan mol dunyoning jamiisi 5 tuga, bir necha tal qo'y va Barira ismli bir negir chakar qiz edi. Uning kunyati Ummu Ayman bo'lib, Rasulullohning kichik vaqtidagi boqquchisi bo'lgan. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini haqqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun Rasululloh.